Bu siz. Siz bir chekkada turibsiz va oldingizdan o'tib ketayotgan barcha imkoniyatlarni kuzatyapsiz. Siz o'tirib qulay fursatni kutyapsiz, balki keyingisi, yo'q keyingisi. Ha, aniq mana shunisi, ha, yo'q o'tib ketdi. Keyingisi, ha, aniq keyingisi. Mana shunisi, aniq keyingisi. Va mana sizga o'xshagan bittasi paydo bo'ldi. U birinchi sakraydi va o'ljani ilib ketadi. Endi-chi, hali ham keyingisini kutyapsizmi? Xo'sh, haqiqiy sher kim ekan? Agar siz qo'rqmasangiz, cheksiz imkoniyatlar sizni kutib turibdi. Siz va mening o'rtamizdagi farq shundaki, men mutlaqo hech narsadan qo'rqmayman. Men muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqmayman. Xato qilishdan cho'chimayman. Atrofdagilarning fikri men uchun ahamiyatga ega emas. Menda umuman qo'rquv yo'q. Agar nimadandir qo'rqish kerak bo'lsa, bu nochorlik, ortingizdan hech narsa qoldirmaslikdan va besamar hayot kechirishdan qo'rqing. Biz ko'p narsani keyinga qoldiramiz. Biz odamlar nima deb o'ylashdan xavotirlanamiz va mana shu xavotir butun hayotimizni zaharlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun biz bunchalik ko'p xatoga yo'l qo'yapmiz? Chunki biz o'z hissiyotlarimizni nazorat qilmayapmiz. Siz bilan biz hammamiz tirik odamlarmiz, tashvishlanamiz, asabiylashamiz. Lekin muhimi hayotda siz qanday ko'ngilsizliklarga uchrayotganingizda emas, muhimi siz ularni qanday qarshilayotganingizda. Men shunchaki hammasi joydaligini tushunib olishga harakat qilaman. O'z muvaffaqiyatimdan hayratga tushmayman. Menda boshqacha bo'lishi mumkin emas. Muvaffaqiyatsizlik hech kim uchun qiziq emas. Menda ham muvaffaqiyatsizliklar bo'lgan. O'tgan yil 22 hodisani boshimdan o'tkazdim. Shularning 20tasi muvaffaqiyatsizlik bilan tugadi. Faqat ikkitasigina juda katta muvaffaqiyat qozondi. Hamma faqat muvaffaqiyatga erishishni xohlaydi, lekin xatolarsiz buning iloji yo'q. Shunchaki o'rganing. Har qanday xato omadsizlik bu tajriba va u ertami kechmi sizni muvaffaqiyatga yetaklaydi. Siz nima uchun hozirgi mushkul ahvolda ekaningizning sababi bor. Hammasiga sabab siz hech narsa qilmayapsiz. Shunchaki o'tirib mo'jiza kutyapsiz. Xato qilishni xohlamayapsiz. Siz qulog'ingizgacha qarzga botgansiz. 30 yashar o'g'lingiz bor, lekin hali ham davlat qachon sharoit qilib beradi deb kutib o'tiribsiz. Chunki siz boqimandasiz. Men ro'yxatni davom ettirishim mumkin. Gap shundaki, agar siz hayotni 15 yil oldin qaytara olganingizda nima bo'lardi? 10 yil ortga, 5 yil ortga. Boring yana 6 oy oldin birinchi qadamni qo'yganingizda hozirgi ahvolga tushmagan bo'lardingiz. Shuning uchun men sizning yoshingizni hisobga olmagan holda aytyapman. Yangi hayotni boshlash uchun sizda vaqt bor. Shunchaki boshlang. Lekin siz hech narsa qilishni xohlamayapsiz. Siz shunchaki tez va oson pul topishni istaysiz. Lekin buning iloji yo'q. Muammo shundaki, siz 2 yildan keyin $1 million bo'lishni emas, sutkasiga $100 topishni istaysiz. Shu xonadagi odamlarning ko'pchiligi va YouTube'dagi tomoshabinlarning aksariyati hayotni behuda sarflash qanday noxush oqibatlarga olib kelishini anglab yetishi kerak. Agar siz baxtni pulga sotib olib bo'lmaydi deb o'ylasangiz, shunchaki siz uni qayerdan sotib olishni bilmaysiz. Siz ko'p pul topib dunyoni qutqarishingiz mumkin. Siz ko'p pul topib Braziliya o'rmonlarini asrab qolishingiz mumkin. Uysizlarga yordam berishingiz mumkin. Siz bolalarni og'ir kasalliklardan xalos etishingiz mumkin. Lekin pulsiz hech narsani qutqara olmaysiz. Qanchadir miqdorda pul topa olmas ekansiz, hech kimga yordam bera olmaysiz. Oilangizga, hatto o'zingizga ham. Agar buni tushunmayotgan bo'lsangiz, ikkita ro'yxat tuzing. Birinchi ro'yxat maqsadlaringiz, kichik, uzoq, yaqin, shaxsiy hayotda ham biznesdagi maqsadlaringizni yozing. Ikkinchi ro'yxatda siz bilan so'nggi haftada aloqada bo'lgan barcha odamlarning ismlarini yozib chiqing. Tasavvur qilamiz. Birinchi ro'yxatda 8 ta maqsad. Ikkinchi ro'yxatda 10 ta ism. Endi maqsad raqamlarini siz o'sha maqsad bo'yicha aloqada bo'lgan insonlar to'g'risiga yozing. Shunda qaysi inson maqsaddan tashqari va kim ahamiyatga ega ekanini ko'rasiz. Natijani ko'rib shok holatga tushasiz. Sen menga do'stlaringning kimligini ayt, men senga kelajagingni ayt.